ko'ksing yonib ketarkan, sevib qolsang agarda, o'qigandim men buni qaysidir bir asarda. Erim gul olib keldi, menga berdi ayvonda, bir-birini imlashib, kelinlarim hayronda. Qotib qoldim hayratdan, ne bo'ldi bu kishiga? Tushunolmay lol edim bu dunyoning ishiga. Yig'lavordim baxtimdan, yaratganga tashakkur. Qariganda bo'lsa ham qadr topdim, ne shukr. Qanday nozik guldasta, qoyil qoldim didiga. Deysiz go'yo yosh yigit otni sevgan qiziga. Shuncha go'zal bo'larmi? Oddiy atirgul, nargis, g'unchalari yo'rgakda. Tikonlari ham nafis, gulday go'zal bo'lib ketdi. Erimning qosh ko'zi ham 10,000 so'mdan kamiga olmagandir o'zi ham. Shuncha pulga bu gulni sevganidan olganda, ba'zan piyola otsa debman ko'ngli qolganda, sevmaydi deb o'ylabman, qaramasa qayrilib, sahar bo'lmasa bir yili ketay debman ayrilib. Erim o'zi jentelmen, erim o'zi mehribon, urib turtigan bo'lsa, aslida o'zim yomon. Ba'zan tortishib qolsak, qolmasidim bir gapdan. Yuvosh turganim bilan men ham chakinibasman. Shu bugundan sevaman, baqirsa ham mayliga. Bir lahzada aylandik Majnun bilan Layliga. Guldastani guldonga solib qo'ydim avaylab. Shu bugun pardoz qilay erim uchun ataylab. Tosh oynaga boqdim-u, uyalib ketdim faqat. Mani xotin qilib yurgan shu odamga ming rahmat. Qani ber, qani yelka, qani qosh, qani kiprik. La'nat senga ayolni chalg'itgan tirikchilik. O'sha kuni o'zimga kashf qildim bir oyat. Bepardoz yurish erli ayol uchun jinoyat. Sozladim qosh ko'zimni, botib shirin xayolga, bir soatda aylandim ko'hlikkina ayolga. Tugab qopti o'lsina, atirlarim bir qimmat, kelinlardan so'rashga bo'larkansan hijolat. Aman bo'lsin shu yerim, oldiraman zo'ridan. Max Factor, Mary Kay, Oriflame har turidan qilib qo'ydim orasida sochu turmaklarimni. Yangilashim kerak bir ichki ko'ylaklarimni. Taqildi necha yillar unutilgan munchog'im, guldastaning hiriga to'lib ketdi yotog'im. Bu bir buyuk kun edi, gado yetganday tojga, misoli rasul kabi yuksalgandim merojga. Shu kun erim ham go'yo nur sochardi olamga. Iso Masihday bo'lib kirib keldi xonamga. Meni ko'rib ko'zlari katta ochildi. Qo'lidagi gazeta yerga tushib sochildi. Nazokat bilan sekin dedim, rahmat gul uchun. Shu totda ko'zlaridan sochlar edi uchqun. Qimmatdir deb noz bilan yuzlarimni yopib oldim. Erim dedi, bilmadim, yo'lakchadan topib oldim. Boshimga og'darildi qaynoq suv. Chiqib ketdim yotog'dan jonim sig'may tanaga, kirdim erimning katta rasmi bor xonaga. Hozirgina men qanday baxtli edim, shod edim, erimning suratini qo'lga olib dod dedim. Erkak bo'lmay yer yutkur, betkinangni yelosin, yo'lakchadan topib olgan guling boshingdan qolsin. Nima qilarding buzib tinchgina hayotimni, unutib bo'lgandim-ku ayol degan otimni. O'zi kutmay qo'ygandim sendan lutfu marhamat. Shu gulni tashab ketgan nomardga ham ming la'nat. Ado qilding kuydirib, qachon odam bo'lasan? Xotin bo'lib o'rnimda bir kun tursang o'lasan. Erkak pir deb soyingga solardim poyandoz. Pismiqqina bo'lib olib kuydirgansan xotinboz. Unutganim yo'q kunda ichib kelishlaringni, bolalarim rizqini chachib kelishlaringni. O'ngi chop yurib aldab qancha qilgansan garang, o'lib qolar deymi yana bitta aldasang. O'zim oldim, sanga deb turolmasmidim bir pas. 20,000 so'magan demaysanmi yaramas. Shu ham gul bo'ptimi bir beli bog'liq supiriga. Yerda yotgan narsani nega olding kuydirigi? Tanlab ne yigitlarni qomatini egib man odam qurib qo'yganday sam mumsikka tegibman. Bir aylanib yoshlikka qaytib qolsam qaniydi? Sendan mahallamdagi
Teshavoyam yaxshi edi. Doim hayit bayramda yuradi gul ko'tarib. Sanchi o'zing olib ol deb kelasan pul ko'tarib. Uramanmi boshimga o'zim olgan gulingni. Ko'nglim cho'ntagimdiki solib yursam pulingni. Yuvashgina bo'lib olib, bilmaganday turasan. Essan omon tong otsin, ajrashaman ko'rasan. Aytganligimni aytib, yupanib tursam, endi erim nogoh uyqudan uyg'onib turib dedi: "Yotmaysanmi? Kim bilan gaplashyapsan, ayasi?" "Ha, yo'q, o'zim. Shu rasmiy zo'r chiqqanda dadasi, yotoqqa kelib gulni quchib shipshidim asta. Hammasi uchun rahmat senga." Guldasta. Assalomu alaykum do'stlar. Videoga like bosib obuna bo'lsangiz, bundan juda xursand bo'lamiz. Bilasizlar, bu biz uchun juda muhim. Video haqida o'z fikrlaringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Bizni yana tomosha qilayotganingiz uchun katta rahmat.